Kerak bo'yli qog'ozlar. Tunov kuni so'zladi rahbar. Qog'ozbozlikni yo'q qilish kerak. O'tgan yilgi aytgandan battar bo'yin cho'zib o'smoqda terak. Komissiya kelar kun aro nimanidir titib izlaydi. Yolg'onlarning ne keragi bor deya yurak sekin bo'zlaydi. Eng yaxshisi mening bilganim, xo'p deyman u qilmay qo'yaman. Dunyoda eng yomonni ko'rganim, yolg'onchining ko'zini uyaman. Yolg'onni ham o'rganish kerak. Agar rahbar bo'lmoqchi bo'lsang, xushomat ham gohida jindak, bo'lmasa hech sira unmaysan. Ularga ham hech oson emas. Gohi yolg'on mansablarga xos, har kimning ham qo'lidan kelmas. Rol o'ynash ham artistlarga mos.